Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Va nihoyat 2 yil oldin boshlagan proyektimizga yana qo'l urdik. 07 proyekti 2 yil oldin boshladik, video qo'ydik, ishlari boshlandi. Nasib bo'lsa, bunda bo'ladigan ishlar eng asosiysi kuzovda. Kuzovni idealni qilib tekis qilib olamiz. Bosh rollarda mana Botir aka ustonimiz. Aka bilan yana spor bo'lyapti-da, spor bo'lyapti. Men aytaman, tuning qilib, Mers motor, avtomat korobka tiqaylik desam, yo'q deydi akam. Idealni qilib, hammasini radnoy zavodskiy qilamiz deyaptilar. Nima deysizlar? Radnoyga barib kelmaydi, radnoy o'zini kuydiradi. Polni radnoy qilib beramiz, ha? Polni radnoy bo'ladi, eng asosiy ish kuzovda bo'ladi. Kuzovda qanaqa ish bo'lishini tasavvur qilishlaringiz uchun mana ishlab turgan sexga, kraska ishlatiladigan sexga именно shu motion uchun 1,5 ming dollarga instrument olib keldik. Ichida gruntovkasi, ish pokrovkasi ham bor. 1,5 mingga именно shu motion uchun instrument, pulsator, filtr, короче, hammasi olib kelindi. Kuzatishda davom etinglar, lekin bitta bo'ladim deyman-da, Navoiyda, O'zbekistonda ham bitta qilamizmi yo'qmi? Ha, endi boricha xudo xolasa. Nasib bo'lsa, ha? Yog'ini sizlar aytasizlar. Qanday chiqqanini. Kuzatishda davom etinglar. Rangini aytib o'rnatyapsiz. Rang holi fazoprost.